Angren shahar 1-son texnikumida o'zbek jang san'ati bo'yicha an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinayotgan prokuror kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Musobaqa yoshlar orasida vatanparvarlik, intizom, jasorat va irodani kuchaytirishga xizmat qildi. O'zbek jang san'ati milliy sport merosimiz bo'lib, uni rivojlantirish nafaqat jismoniy tayyorgarlikni, balki ma'naviy barkamollikni ham qo'llab-quvvatlaydi. Prokuror kubogining muntazam o'tkazilishi yosh sportchilarga o'z mahoratini namoyish etish, tajriba orttirish va professional bosqichga yo'l olish imkonini beradi. Bu esa hududda sport muhitini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Musobaqa orqali yoshlar orasida huquqiy madaniyatni oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun sharoit yaratiladi. Angren shahar prokuraturasining bunday tashabbusi jinoyatchilikni oldini olishga va yoshlarning to'g'ri yo'nalishda tarbiyalanishiga xizmat qiladi. Aynan shu omillar musobaqaning ijtimoiy, sport va tarbiyaviy ahamiyatini yanada oshirdi. Tadbir yakuniga ko'ra Farg'ona viloyati jamoasi 3-o'rinni, Jizzax viloyati jamoasi 2-o'rinni hamda Toshkent viloyati Angren shahar jamoasi 1-o'rinni qo'lga kiritdi hamda prokuror kubogi sohibi bo'lishdi. Barcha jamoa ishtirokchilariga medal hamda esdalik sovg'alari topshirildi.